Dünya Uyghur Qurultayı qurilganligining 20 yilligini xotirlash murosimi 3-may kuni kechqurun Myunxen shahrida boshlandi. Bu murosimga dunyoning har qaysi qit'alariga joylashgan 24 davlatdan kelgan mehmonlar ishtirok qilgan bo'lib, yig'in nihoyat qizg'in kayfiyat ichida boshlandi. Tünügün tushdan keyin Myunxendagi Xitoy konsulxonasi oldida Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatlariga va Xi Jinpingning Yevropa ziyoratiga qarshi zo'r ko'lamli birlashma namoyish o'tkazildi. Bu namoyishga har qaysi ellardan kelgan ko'p sondagi Uyg'urlar qatnashdi. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqunay Sapandi namoyishda qilgan so'zida bu namoyishning maqsadining Xitoy konsulxonasi orqali Uyg'urlarning ovozini Beijingga yetkazish ekanligini ta'kidladi. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq İntizam Tekşiriş Komiteti, Reviziya Komiteti, Xitoy Kompartiya Merkezining atalmış 8 turlik belgilemesining ro'yiga xilop 6 tipik masalani e'lon qilgan bo'lib, buning ichida Xitoyga jon pidoliq bilan ishlayotgan 2 Uyg'ur qo'rchoq amaldorimi bor ekan. Tangirtog' to'rining 28 aprel xabar qilishicha, Xitoyning Duanwo bayrami yetib kelish oldida atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq İntizam Tekşiriş Komiteti, Reviziya Komiteti, Xitoy Kompartiya Merkezining atalmış 8 turlik belgilemesining ro'yiga xilop 6 tipik masala haqida uqtirish tarqatgan. Buning ichida qo'rchoq amaldorlardan Qashqar viloyatlik Tantarbiya idorasi partiya guruhining sobiq muavin sekretari, idora boshlig'i Odil Yunus, Xotan shaharlik siyosiy kengash partiya guruhining sobiq a'zosi, muavin raisi Turdi Muhammad G'ofurmi bor ekan. Kongo Cumhuriyetidagi aholilar Xitoy mablag' solgan Kanning rayonning ekologik muhiti va normal turmushiga buzg'unchilik qiladiganligiga norozilik bildirdi. Angliya BBC'ning 30 aprel xabar qilishicha, Kongodagi Xitoy igdorchiligiga tushib qolgan kobalit koni atrofidagi aholilarning normal turmushiga ta'sir etgan. Kobalit rudasi bo'lsa, yeshil iqtisodning muhim xom ashyolarining biri ekan. BBC'ning muxbirlari Xitoy mablag' solgan kobalit koni atrofidagi yerlik kishilarni ziyorat qilgan bo'lib, aholilar Xitoyning rayonda kon ichish orqali xalqning normal turmushiga buzg'unchilik qilganligidan qattiq norozi ekanligini bildirgan. Yaponiya va Filippin davlat mudofaa ministrlari o'zaro ziyorat kelishimi suhbatini tiziltishni qaror qilgan bo'lib, bu ikki davlatning Xitoyga qarshi bexatarlik munosabatini kuchaytirdi. İlginççe Filippin Devlet Mudofaa Ministri Gilberto Teodoro ve Yaponiya Devlet Mudofaa Ministri Kihara Minoru Amerika'nın havai takım arasında görüşken. Ministrlar ikki davlatning mudofaa munosabatlarini muzokara qilib, qonun bilan boshqarishni asos qilgan erkin va ochiq endi Tinch okean tasavvuri barpo qilishga qo'shilgan. Amerika Mantaray nomli suvosti paraxotining asl nusxasini tunji qitim to'liq sinab qilishini tamomladi. Angliya taratqullari g'oyat zo'r avtomatik mashinaning alayliklarini tuzib, suv ostida hukmronlik qilish musobaqasi haqida yozdi. Davlat mudofaa tahlilchilari mundaq dedi: Amerika dengiz armiyasi Rossiya va Xitoyning suvosti paraxotlarini sezish uchun uzun vazifa ijro qila oladigan odamsiz paraxot taraqqiy qildirmoqchi. Kanada bölgünçe sex təşkilatı Xalistan Azadlıq Armiyasının rəhbəri Hardip Singi Neccarni öldürdü deb qaralğan qaslab öldürüş qruppisinin 3-cü əzasını qolğa aldı. Neccar 18 iyun Kanadada öldürülgen bo'lib, Kanada baş ministri Justin Trudeau Neccarning öldürülüşida yangi Dehli hukumatining qo'li bor deb o'tirg'a qo'ygandan keyin ikki davlat munosabati jiddiyleşdi.